Har bir yer uchastkasi iqtisodiy imkoniyat, lekin uni noto'g'ri ishlatish jiddiy muammolar keltiradi. Shu sababli O'zbekistonda yer resurslaridan oqilona foydalanish va tadbirkorlikda tartibni mustahkamlashga qaratilgan yangi qonun loyihasi ishlab chiqildi va mazkur loyiha O'zLiDeya fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida deputatlar tomonidan ko'rib chiqildi. Loyihaga ko'ra, agar tadbirkor yer shartlarini buzsa, mahalliy hokimiyat organlari va maxsus sanoat hamda iqtisodiy zonalar direksiyalari sudga murojaat qilganda davlat boji to'lamaydi. Loyiha fraksiya a'zolari tomonidan atroflicha muhokama qilindi va muhokamalar davomida deputatlar loyihaning ayrim bandlari yuzasidan qonun tashabbuskorlariga o'z e'tiroz va takliflarini bildirib o'tishdi. Endi bevosita partiyamiz maqsadidan kelib chiqqan holatda yondashishimiz kerak deb o'ylayman albatta bu qonun loyihasiga. Tadbirkorga qonun, agar shu holatda biz qonunni qo'llaydigan bo'lsak, ertaga tadbirkorga zarar keltiradi. Ya'ni qonunni qo'llashda ma'lum bir tushuncha juda og'irlikni yuzaga keltirishi mumkin-da. Ya'ni o'z majburiyatlarini bajarmagan tadbirkorlik subyekti. Ya'ni yerni olib qo'yish jarayonida olib qo'yishni, ya'ni yer kodeksining 36-moddada olib qo'yish tartiblari bor. Ya'ni qaysi holatlarda olib qo'yiladi va qanday tartibda olib qo'yiladi va qanday qilib sudga da'vo bilan chiqiladi. U yerda shu majburiyatni bajarmasagina bo'ladi. Lekin bu yoqda siz aynan bu qonun loyihasimiz ertaga amaliyotda qo'llaydigan bo'lsak, xohlagan majburiyatni bajarmasa yer olib qo'yish mumkin-da. Xohlagan qanday majburiyat bajarmasa qat'iy nazar. Ertaga mana shu jihatni o'yladingmi? Ya'ni ikkinchi navbatda, ya'ni umuman davlat boji bu filtrlash vazifasini bajaradi. Ya'ni o'ylab turib sudga shikoyat qilish vazifasini bajaradi. Ya'ni bu biz hozirgi ayni tadbirkorlikni rivojlantirishni maqsad qilgan paytda tadbirkorning zarariga da'vo bilan sudga chiqish qanchalik hozirgi siyosatga to'g'ri keladi? Birinchi savolga javob shuki, biz tadbirkordan yerni olib qo'yish mumkinmi, mumkin emas haqida gapirmayapmiz. Bu qonunda belgilangan olib qo'yiladi va sud orqali. Sudda da'vo bilan kirgan to'g'ri da'vomi, noto'g'rimi sud hal qiladi. Aksion kiritilgandan keyin bu yerda mana biz hech qanday majburiyatsiz yerlar chiqariladi. Biz bilmaymiz kim olyapti. Albatta olgandan keyin u shartnoma qilinadi. Shartnomada o'zi aslida 3 tagina asosiy joyi bor. Qachon bitqizasan? 18 oymi, 24 oymi? Biznes rejendagi ko'rsatkichga qarab turib qanaqa quvvat qilasan? Tapishga chiqarasan, g'isht chiqarasan, boshqa chiqarasan va qancha investitsiya kiritib, investitsiya kiritish miqdori bu bizning fikrimizcha bunaqa muhim emas. 1 million dollarga bitta ish o'rni kerakmi bizga yoki 100 ming dollarga 100 ta ish o'rni kerakmi? Eng muhim ish o'rni. 1 gektarda yer olib qancha ish o'rni qilasan? Mana shu majburiyatni biz oldin ma'muriy kengashda ko'rib bilib, u majburiyat aksiondan keyin boshlanadi. Bu shartnoma qiladi, qo'l qo'yadi. Keyin biz bu yerda aytmoqchimiz, endi majburiyatni bajara olmadi. Majburiyat to'liq bajarmasligi mumkin. U hech narsa qilmadi. Yoki yerni devordan o'rab oldi. Bunaqa holatlar ko'p. Yoki bir fundament qilib qo'ydi. Yer kodeksi bo'yicha bilasiz, 3 yilgacha hech narsa qilmas, olib qo'yilar edi. Shuning uchun fundament qilib qo'yiladi. Lekin biz bilamiz, u qilmayapti. Firmasini boshqaga sotyapti. Firmani qayta tashkil ro'yxatdan o'tganda u broniki bo'ladi. Ya'ni aksiyonni sotib olgan, 3 yildan keyin yer narxi oshyapti, ustiga qo'yib sotyapti. Endi qayta olish kerak. U o'zidan-o'zi qayta sudga berilmaydi. Birinchi holat o'z ixtiyori bilan. Men qila olmayman, bo'ldi, qayta beraman desa hech qanaqa sudga borilmaydi. Ikkinchi holat aytadi, kredit ola olmadim, moliya ahvolim qiyinlashdi, sog'lig'im yomonlashdi. Bunga imkon beriladi. Qonunchilikda bor. 6 oyga cho'ziladi, yana cho'ziladi. Birdaniga sudga berilmaydi. Chunki sud ham hech qachon uni qabul qilmaydi birdaniga. Endi bu holat shuki, o'ta hech narsa qilmaganlar sudga berilyapti va majburiyat deganda qaysi majburiyat? Faqat investitsiya shartnomasiga majburiyat. Bu yerda asosiy masala o'z muddatida qilmaslik. O'zaro bahs va munozaralardan so'ng deputatlar mazkur qonun loyihasini birinchi o'qish uchun ma'qullashdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu tashabbus hokimiyat organlariga tezkor choralar ko'rish imkonini beradi. Tadbirkorlarni qonun doirasida faoliyat yuritishga undaydi va natijada yer resurslaridan foydalanish samaradorligi oshadi.